Assalomu alaykum do'stlar. Men shu Samarqand viloyati Payariq tumani Beshqo'rg'on mahallasi Huv ko'chasi 2-uyda turaman. Shu jigar sirrozidan 8 yildan beri davolanib kelmoqdaman. Shu oilaviy sharoitim og'irligi uchun, imkoniyatim yo'qligi uchun dori-darmon ham ololmayapman. Hozir yurtdoshlar, sizlardan iltimos, shu imkonlaringiz boricha, qo'lingizdan kelgancha bir yordam qilsalaringiz. Shu bitta yo'l endi operatsiya deyapti, operatsiya qildirish kerak deyapti. Qo'lingizdan kelgancha, imkonlaringiz boricha bir yordam bersalaringiz. Biroda qurbi 5,000, 10,000ga yetishi mumkin. Shu 5,000dan, 10,000dan bir yordam bersalaringiz, sizlar uchun hamisha duoda bo'lardim. Yurtdoshlar, iltimos sizlardan menga ham bir yordam bersalaringiz. Meni e'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Dunyoda faqat yaxshilik qoladi deydi. Kelingizlar, barlaringiz birlashib menga bir yordam bersalaringiz. Birovda 5,000, birov 10,000 bir saxovat, bir yaxshilik qilsalaringiz, Allohdan bir yaxshilik qoladi deydi odamlar. Iltimos sizlardan bir menga ham bir yordam bersalaringiz. Iltimos sizlardan meni ham e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Nurmat va Mohida 90-yil tug'ilganman. 2 jajjigina farzandlarim bor. Xo'jayinim Nurmatov Baxtiyor 86-yilda tug'ilgan. 6 yildan beri jigar sirrozi bilan davolanib keladi. Aziz vatandoshlar, iltimos sizlardan bizga yordam bering sizlar. Xo'jayinim bansada yotgan paytda o'g'limni kuydirib qo'ydim. Bir xonada turamiz. Iltimos aziz vatandoshlar, bizga yordam qo'lini ayamang sizlar. Sizlardan iltimos. Shu xo'jayinim bilan o'g'lim yaxshi bo'lib ketsa, uncha qiynalmasmidik. Bir xonada turamiz. Hamma narsamiz bir joyda. Iltimos sizlardan yordam qo'lini ayamangizlar. Sizlardan o'tinib so'rayman, mana shu 2 jajjigina farzandim uchun otasi yashashini xohlayman. Plastik raqamimiz. Telefonimiz 95 555 21 26. Iltimos sizlardan yordam beringizlar.